Jersey xo'rozlarni zo'rini qidirganlarga mana. Ya'ni xo'p, bu yerda 1 2 3 4 5 dona jersey xo'roz bor. Agar zo'rini bir komplekt oila olaman deganlar bo'lsa, 3 ta makon, bitta xo'rozi uylarda ham bor ekan. Narxi 250 ming so'mdan deyapti. Kami bor. Xo'p, komplekt bitta oilani ham bitta xo'roz, 3 ta makonni 1 million so'm. Kim agar qiziqib qidirib yurgan bo'lsa bor ekan, pastda nomerlarni chiqarib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish qog'ozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz, ya'ni Rishton parranda bozorini sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Videomiz sizlarga yoqsa albatta bitta like bosib, kanalimizga yangilar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. Ya'ni dana zo'rlari jerseylardan boshladik. Navbatda endi qolgan parrandalar chiqarishni boshlaymiz. Xo'p, g'oz ishqibozlariga mana bir juft g'ozimiz bor ekan, ya'ni 2 dona, narxini 200 ming so'mdan baho aytishyapti. Indotkalar ham bir juft 150 ming so'mdan narx aytilyapti. Yo'q, satazo'ri. Akalar, yangi yil arafasi mana xudo xolasa birovlarda semiz xo'rozdan qidirib yurganlarga mana Rishton parranda bozorida 250 ming so'mdan deyapti. 7 kilogacha bo'lgan xo'rozlar bor ekan. Xo'jayin nomerni aytsak bo'laradimi? Yo'q, kammi tagi? Aytavering-chi. 93lik 698 99 19 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Ya'ni tagi serob ekan, yangi yil arafasi qidirib yurganlar aloqaga chiqarasizlar. Jaydari xo'roz, ya'ni bir qaynar dorilikka qidirib yurganlarga mana hozir narxlarni chiroyli qilib so'rab beram. Assalomu alaykum. Yaxshisiz xo'jayin. Qancha deyapsiz aka xo'rozchalarda? Xo'rozchalar 120 mingligi bor, 150 mingligi bor. Go'shiga qarab. Go'shiga qarab, yangi qismlar. O'rdaklarchi o'rdaklar? O'rdaklar 120 dan. 120 dan ikkalasi ham indotkalar xo'rozlar. Kuyovlar. Kuyovlar. Broller makiyonlari. 200 ming so'mdan deyapti. Bir 4 kilo bormi? 5 kilo. 5 kilo. Bitta 4 kilo, qolganlari 5 kilodan 200 ming so'mdan deyapti mana. Makiyon yog'lilarni qidirib yurganlarga mana. O'g'irlab kelingan o'rdaklar ham sotiladi. Egasi degan. Assalomu alaykum. Salom. Rahmat xo'jayin. Qanchadan deyapsiz? 150 kami bor ekan. Xo'rozchalar. Xo'rozchalar. Akamiz lekinchicha uyalchang nomerni berishmaydi baribir, ha? 150 ming so'mdan mana xo'rozchalar. Xo'p, g'ag'irloq o'rdak, xo'p, indotkalar, xonaki tovular. G'ag'irloqlar qancha deyapsiz aka? 60 ming ekan. 60 ming so'mdan g'ag'irloq o'rdaklar. O, dakangmi, narigisi? Hashaki qancha? 150 ming ekan. Indotkalar ham o jo'jalari bor ekan. Ularimiz qancha? Ular 60 ming. 60 ming so'mdan mana Rishton parranda bozoridagi narxlar. Xo'p, mana qo'yon ishqibozlariga har xil qo'yonlardan bor ekan, katta, kichik, o'rtacha. O'rtog'i bularimiz qancha? Ular 40 ming. 40 ming so'mdan aralash. Ya'ni erkak ayol. Kattaroqlari-chi? Ular 130 mingdan. 130 ming so'mdan mana yiriklari. O'sha bemalol ko'paytirsa bo'ladiganlar. Bu maydalarimiz-chi? 35 ming qilib. 35 ming so'mdan qilib berishadi. Mana yaponskilar bir qaynarlar, ya'ni ko'za sho'rvaga 50 ming so'mdan deyapti Rishton parranda bozorida. Endi nomerni aytaylik, Olif tog'a. 94li 644 32 42. Ya'ni qo'yon bo'lsa, hop, tovuqlar, o'rdak, xullas har xil turdagi parrandalar bo'lsa, so'raverasizlar telefon qilib. Ozam bor, indigan bor. Ozam, o'rdak, hamma xil turdagi parrandalar bor ekan xullas. Ana o'da grezonda ham do'dim, zada shu tayyor. Oq qo'yonlar 150 ming so'mdan. Big oltini mana makiyonlari. Hozir 600 ming so'mdan deyapti. 10 kilo oshiroq esa. Xo'p, mana 2 ta makiyon, 2 ta xo'roz. O'zimizda mesnilar. Nech puldan bo'lardi narxi? 1 millionga berib yuboraman to'g'ri. To'g'ralasini 1 million so'm baho aytishyapti. Keyin yana tog'amizda bitta mana motosiklari bor ekan.
Shuni ham sotiladi bir yo'la. Reklama qilib $700 deyishyapti mana, chexollari bilan. Bu akkumulyatori qanaqa buni? Akkumulyatori o'ziniki. Yo'q, o nimasi 5 talikmi? Ha, bo'ldi. Nomer? Nomer 91 115 65 75. 91lik 115 115 65 75. 65 75. Mana qiziqqanlar $700 deyishyapti. Qishda misol uchun foydalanaman deganlar mana. Xo'p, birama so'rayotganlarga mana 4 dona makon bitta xo'rozi narxini 200 ming so'mdan deyishyapti. 150 ming so'mlarga beriladi. Tayyor sayrab turgan kakiliklar o'zimizda qo'shnon aka. Xo'p, 97 kodi bilan 595 19 39 raqamiga aloqaga chiqsalaringiz o'zimizniki. Yoshlari ulug'. Telefon ishlatishmaydi. Xo'p, bizga aloqaga chiqsang gaplashib beraveramiz. Har xil turdagi kakiliklari bor. Bo'ladimi? Dakay makon. Hurmatli akalar, mana 200 ming so'm qilishyapti ikkitasini berilayotgan. Nechta deyapsiz? 300 ming kam bo'ladi. Donasimi yo jupimi? Jupi. Jupi 150 ming so'mdan bittasi tuxumda ekan. Nomer? 88lik Hop, 259 hop. 88 98. Bo'ldi, ana. So'rab kerak bo'lsa topib beradi. Ana. Arzon 150 ming so'mdan bittasi tuxumda ekan Dakangda. Xo'p, hurmatli do'stlar, Rishton parranda bozorida bugungi chiqaradigan videolarimiz shulardan iborat edi. Xo'p, kimga qaysi parranda turi ma'qul kelgan bo'lsa, egalarining imkon darajasida raqamlarini qo'yib ketishga harakat qildik. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, kanalimizni bugun birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, kanalimizga albatta obuna tugmasini bosib qo'yishlaringizni va o'zingizda fikringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rab qo'ygan bo'lar. E'tiboringiz uchun rahmat. Laykni ayamaysizlar do'stlar.